o'zingga kengligi yer va osmonchalik bo'lgan jannatni eslatgin. Bu dunyoda och qolasan, chorasiz qolasan, xafa bo'lasan, kasal bo'lasan, haqlaring poymol bo'ladi, zulm ko'rasan, shunda tushkunlikka tushib ketasan. Hayotdan zerikish paydo bo'ladi. Agar mana shunday holatga kelib qoladigan bo'lsang, birodar, Robbini huzurida seni kutib turgan, sen uchun tayyorlab qo'ygan jannatni o'zingga eslat. Inshaalloh o'sha jannatga borasan. Mana shu e'tiqod bilan yashaydigan bo'lsang, ustingga kelayotgan, seni yuragini siqayotgan bu balolar, musibatlar hech narsa bo'lmay qoladi. Aqlli insonlar o'zlarini oxirat uchun ishlashadi. Chunki oxirat bu dunyodan ham yaxshiroq, ham boqiroq. Ahmoq odamlar bo'lsa, mana shu dunyoni o'zinigina o'zlariga qarorgoh deb bilishadi. Shu dunyo hayotini, huzur halovatini orzularining cho'qqisi deb biladi. Alloh taolo aytadi: "Bal tu'sirunal hayatad dunya val axiratu xoyrun va abqo." Yo'q, sizlar dunyoni ustun ko'rasizlar. Vaholanki oxirat ham yaxshiroq, ham boqiroq. Birodar, dunyodan zerikkan bo'lsang, muammolardan to'ygan bo'lsang, ko'ngling sovib ketayotgan bo'lsa hayotdan, seni oxiratda kutib turgan jannatni eslat. Shunda bu musibatlarning hech narsa bo'lmay qoladi. Musibatga eng besabr odamlar kimlar bo'ladi? Ayni oxiratda unutganlar, oxiratdan umidi bo'lmaganlar. Chunki mana shu dunyoni ichida dunyoda o'ylashadi. Ularning ko'ziga faqatgina shu dunyo hayoti ko'rinadi. Undan boshqa narsani tasavvur qilisha olmaydi. Undan boshqa dunyo haqida fikr qilmaydi. Ular shu dunyoni o'zida huzur halovatni xohlaydi. Alloh azza va jalla yaratgan narsalar, mana siz bilan biz dunyoyimizda. Har bitta yaratgan narsani ziynati bor va shu narsaning orqasida maqsad bor. Har bitta yaratilgan narsani ziynati bor va maqsadi bor. O'simliklar, ularning ziynati bargi va guli. Lekin maqsadi nima? Maqsadi nima? Doni va mevalari. Kiyimlar. Uni ziynati rangi, fasoni, shakli, uzunligi, kaltaligi. Lekin maqsadi nima undan? Avratni yopishligi. Dunyo hayoti, birodarlar. Buni ham Alloh taolo yaratdi. Uni ziynati boylik, farzandlar, oltin kumushlar, uylar, qimmatbaho ulovlar. U ziynati dunyoni. Lekin maqsadi-chi? Iymon va solih amal. Dunyoni turgan bitgani ziynat. Dunyoni turgan bitgani ziynat, lekin undan ko'zlangan maqsad ibodat. Shuning uchun kim asosiy maqsadni unutib qo'ygan bo'lsa, faqatgina ziynati bilan ovora bo'lib qoladi, natijada ziyonga uchraydi. Ana shu dunyoni ziynati degan, dunyoda matohlari qo'lingdan ketib qolsa, birodar, siqilma. Chunki maqsad ziynat emas. Maqsad ziynat emas. Maqsad iymon, ibodat, solih amal. Astagfirullah. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sizlarning ichingizda qaysinilar chiroyliroq amal qilishlarini sinashlik uchun yerdagi bor narsani ziynat qilib qo'ydik. Dunyoni turgan bitgani ziynat. Nima uchun? Sinash uchun. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Qaysinilar chiroyliroq amal qilishlarini bilishligimiz uchun oyatni qarang. Va inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Hech shubha yo'qki, mana shu yerda ustidagi hamma zebi ziynatlarni sip-silliq, qup-quruq qilib yo'q qilib qo'yadigan ham bizimiz, deyapti. Demak, dunyoni ziynati uni matohlari. Lekin dunyodan ko'zlangan maqsad nima? Iymon, taqvo, solih amal. Endi ana shu ziynati hisoblangan dunyoda ozgina matoh qo'lingdan ketib qolsa, siqilma, birodar. O'zingga nimani eslat? Jannat deb jina sabr qil, ozgina sabr qil, jannatga borasan. Dunyo ishi seni qiynagan bo'lsa, g'aming, darding, musibating ko'paygan bo'lsa, o'zingga oxiratni eslat, birodar. Bu dunyoni o'tkinchi ekanligini yodingga ol, shunda ishing oson kechadi. Ko'plagan oyatlarda mana shu dunyoning ziynatiga aldanib qolishlik qanchalar achinarli hol ekanligini Alloh bayon qilgan Qur'onda. Astagfirullah. Va ma hadihil hayatud dunya illa lahwun va la'ib va inna ad-daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Bu dunyo hayoti faqat
bir nafaslik o'yin kulgudir. Agar ular bilsalar, oxirat diyorigina mangu hayot diyoridir. Agar faqat dunyoni o'zi bilan ovora bo'layotgan johillar ko'zlaridan shu pardani olib tasha olaganida, abadiy hayot haqida, abadiy ne'mat haqida, qasrlari haqida xabar berilgan vahiyga quloq tutgan bo'lar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu dunyoning ne'matlari bilan jannatdagi ne'matlarni taqqoslab berganlar. Aytganlarki, mawdi'u sawtin fil jannati khayrun minad dunya va ma fiha. Dunyoda ham matoh bor, hovlilar bor, bog'lar bor, uchastkalar bor, xullas dunyo matoh, hovlisi. Rasululloh aytibdilar, jannatda bir qamchi tegadiganchalik joy. Qamchini yerga bir urdingiz, qancha chizadi yerni. Ana shu qamchini uchi tegadiganchalik joy jannatdagi joy. Dunyo va undagi hamma narsadan afzal. Shuning uchun arzimagan dunyo matohi qo'lingdan ketsa, arzimagan dunyoni huzur halovati sen qo'lingdan ketib, yuraging siqilib, hayotdan to'ydirib yorayotgan bo'lsa, o'zingga nimani eslat? Jannatni eslat. Vallohi jannat juda ham qadrli narsa. Haqiqatan siz bilan biz mehnat qilib, kurashib, jiddiy jahd qilishga arziydigan narsa. Bilasizmi jannatda nimalar bor? Nimalar yo'q? Kasallik yo'q, kiyimlarda chirib ketishi yo'q, o'lim yo'q, qarilik yo'q, abadiy yoshlik, ichi tashi ichidan ko'rinib turadigan xonalar, ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan ne'matlar, ovozi musiqa bo'lgan ohu ko'z hurlar. Prosta tasavvur qilib ko'ringlar, ovozi muzika bo'ladi. Quloq eshitmagan, ko'z ko'rmagan, insonning aqli bovar qilmaydigan ne'mat. Ana shu narsani o'zingga eslat, birodar. Sabr qilib o'tib ketasan, 40 yil yashadi, yana qancha bor, Xudo biladi. Salqini kengligi 100 yillik masofaga teng bo'ladigan daraxtlar. Uzunligi, kengligi 60 mil bo'lgan chodirlar. Tinimsiz oqib turadigan daryolar, sutli daryolar, asalli daryolar, may sharobli daryolar. Baland qasrlar, mevalar yaqin bog'lar, ko'tarilgan so'rilar, tizib qo'yilgan qadahlar, terib qo'yilgan yostiqlar, to'shab qo'yilgan gilomlar, xursandchiligi mukammal bo'lgan joy, shodligi ulkan bo'lgan maskan, xushbo'y hidlari 500 yillik masofadan kelib turadigan joy, vasfi ulug', Allohning diydori ko'riladigan joy jannat. Mana shu narsani o'zingga eslat. Ozgina sabr qil, o'tib ketasan. Bizga nima bo'ldiki, ana shu oxirat diyori haqida fikr qilmay qo'yamiz. Bizga nima bo'ldiki, shu dunyoda arzimagan matohi bizni ko'nglimizni cho'ktirib tashlaydi. Birodar, hayotdan zerikkan bo'lsang, g'amlar to'yg'izgan bo'lsa, joningdan to'yib ketib dod deging kelayotgan bo'lsa, o'zingga jannatni eslat. Endi Alloh taoloning huzuridagi ne'matlar. Birodarlar, u ne'matlarning sanog'i yo'q, miqdorining chegarasi yo'q. Abadiy yoshlik, abadiy sog'lik, abadiy qasrlar, bog'lar nihoyasi yo'q. Rosa puling ko'paydi 60 ga kirganingda, 50 ga kirganingda. Hamma yo'g'ing bor, o'sha qarisan o'sha sen. Pakirishgani yangisini qo'yganing bilan qo'lsa o'tirgan, hadavoy to'kilgan, faralar xira, yog'i yapti karobka, stuk bor motorda, to'rtta pakirishgani yangi qo'yganing bilan o'zing tugading-ku. Unga yo yetasan yo yetmaysan, lekin sen oxiratni o'ylaginda abadiy yosh bo'lasan. Erkaklar 33 yoshda bo'ladi erkaklar. Ayollar 18 yoshda bo'ladi. Hech kim qarimaydi. Uyga ketish kerak degan g'am yo'q. O'tirgan joying seni vataning, o'tirgan joying maskaning. Ko'p yeb qo'yibman, qonnim olib ketdi no'shpabga. Suvni ko'p ichib qo'yibman, uxlamadim kecha, unaqa gap yo'q birodarlar. Shuning uchun dunyodan zerikib, hayot seni siqib to'yg'izgan bo'lsa, o'zingga shu jannatni eslatgan. Aqlingni ishlatib ko'r birodar, fikr qil. Qaysi hovli uchun ishlashlik to'g'ri bo'ladi? Qaysi hovlini g'amini qilishlik to'g'ri bo'ladi? O'zingga jannatni eslat. Hayotdagi musibatlar sening uchun yengil bo'lib qoladi. Modomiki sabr bilan, iymon bilan, qanoat bilan yashar ekansan, jannat seniki bo'lar ekan. Modomiki shunday ekan, bu musibatlar nima degan narsa? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, jannatga jannatilar kirganda nido qiluvchi nido qiladi. Ey jannat ahli, sizlar bu yerda yashaysizlar, hech qachon bu yerdan chiqmaysizlar. Abadiy tirik bo'lasizlar, hech qachon o'lmaysizlar. Doim sog'lom bo'lasizlar, hech qachon kasal bo'lmaysizlar. Doim yosh bo'lasizlar, hech qachon qaramaysizlar. Ne'matlarda doimiy bo'lasizlar, hech qachon baxtsiz bo'lmaysizlar. Ketgin kelib ketdimi?
Endi savol. Kiramikinman jannatga? Ha, bu xavotir yaxshi xavotir. Chunki bu qo'rquv bo'lishligi kerak. Mo'min odam Allohning rahmatidan umid, azobidan qo'rquv degan ikkita qanotning o'rtasida turadi, keyin mo'tadil ketadi. Jannatga kiramikinman? Men ham o'tarmikinman? Amallarim kifoya qilarmikin? Bu qo'rqishlik, bu tabiiy hol. Bu umid, qo'rquv bo'lishligi kerak. Nabiy sollallohu alayhi vasallam bir yosh yigitni o'lim arafasida kasal bo'layotganida kirib ko'rdilar. Ahvoling qanday bo'lyapti? Kayfa tajiduk deganida, ya Rasululloh, Allohning azobidan qo'rqyapman, lekin rahmatidan umid ham qilyapman dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, kimning dunyodan chiqib ketayotgan holatida Allohning azobidan qo'rqishi va rahmatidan umid qilishi bor bo'ladigan bo'lsa, shu ikki narsa jamlansa, Alloh qo'rqqanidan panoh berib, umid qilgan narsasi yetkazadi dedi. Kirasan inshaalloh birodar. Dunyoda iymon bilan o'tgin. Qo'lingdan kelgan solih amallarni qilgin. Kalima bilan chiqib olgin, inshaalloh jannatga kirasan. Ana shu jannatga kirishingni o'zingga eslatgin. Dunyo mushkulalari, muammolari seni siqib o'ldirmaydi. Alal oqibat Robbil alaminning mehmonxonasiga jannatga kirar ekansan, bu mashaqqatlar unutilib ketadi. Kambag'allikdan, kamchilikdan, tinkasi qurigan, musibatlarga uchrab ezilib ketgan banda o'zingga shu jannatni eslatgan. Dunyo hayoti bilan oxirat hayoti. Dunyoda eng huzur halovatni cho'qqisida yashagan, bironta mashaqqatli kun ko'rmagan odamni, kofir odamni 1000 yil yashagan deylik. Qiyomatga borganda jahannamga hukm bo'ldi, kofir edi. 1000 yil yashagan huzur halovatni cho'qqisida. Boyaga odamni jahannamga bir marta solib chiqariladi deyiladi hadislarda. Kuygan ko'mirdek qop-qora bo'lib chiqadi. Ko'mirdek qop-qora bo'lib chiqadi. Banda, yaxshi kun ko'rganmisan deydi. Haligi banda jahannamga bir marta tushib chiqib turib, yaralganimdan beri shu azobda men yaxshi kun ko'rmaganman deydi. Endi dunyoda eng qiyinchilik, mashaqqat hayotini ko'rgan, bironta bir yaxshi kun ko'rmagan mo'minni jannatga bir marta solib chiqarganda 14 kechalik to'lin oydek yorib chiqadi, yashnab. Banda, mashaqqatli kun ko'rganmisan bu hayotingda deydi. Yo'q, yaralgandan beri rohatdaman deydi. Shuning uchun birodar, o'sha jannatni o'zingga eslatgin-da, bu seni qiynayotgan muammolar, mushkulalar nima emas? Hech narsa emas. Bu hayotda dunyoni misoli, oxiratda hayotini misolini oldi. Nimaga o'xshaydi? Bir arqonni tasavvur qiling, nihoyasi yo'q. Boshi 10 santimetrga kraska surkab qo'yildi. Mana shu 10 santimetr joyi dunyo hayoti, arqonni qolgan qismi abadiy hayot. Hech qancha emas ekanmi? Ozgina sabr qilaylik. Abadiylik oldida 1000 yil yashasang ham hech narsa bo'lmay qoladi bu hayoting. Bu hayotda dunyo bir nafaslik o'yin kulgi xolos. Albatta Allohdan qo'rqadigan kishilar uchun oxirat diyori yaxshiroqdir. Aqlingizlar yurgizmaysizlarmi deyapti Alloh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Law kanatid dunya ta'dilu indallohi janaha ba'uda ma saqa kafiran minha shurbata ma." Biz juda ham qadrli deb hisoblayotgan dunyo matohi, juda ham qimmat narsa, qadrli deb o'ylayotgan dunyo matohini payg'ambarimiz aytayaptilar. Agar bu dunyo ichidagi hamma ne'matlari, boyliklari Allohning nazdida chivinning qonatishchalik qadri bo'lganida, Allohga bu dunyoda qadri bo'lganida, kofirlarga bir xo'plam suv bermasdi bu dunyodan. Ya'ni bu dunyo ne'matidan bir xo'plam suvni ham bermagan bo'lar edi. Lekin bizning nazarimizda, johil odamlarning nazarida dunyo matohi katta narsaga o'xshab ko'rinar ekanda. Dunyosi katta bo'lsa, ha Alloh yaxshi ko'ribdi, shuning uchun beribdi deb o'ylaymiz. Dunyo unaqa siz bilan biz o'ylaganda qadrli narsa emas Allohning nazdida. Endi ana shu dunyoning qo'lingdan ketib qolsa siqilma. Unaqa qadrli narsa emas sen o'ylaganchalik. Oxiratni eslat, jannatni eslat, o'sha matoing qo'lingdan ketganiga kuymaysan. Bu dunyoning yana bir o'zgachaligi, dunyoning bir ajoyib xususiyati bor. Nima demaysizlarmi? Tugaydi-da uchi. Bu dunyoning xususiyati shunaqa, tugaydi. Sen tugaysan. Agar dunyo tursa sen tugaysan. Shuni tez-tez unutib qo'yamiz. Shundan keyin jazoga tushib ketamiz-da. Bu xususiyati nima edi? Boy ham kambag'al ham bo'ladi. Musulmon ham kofir ham bo'ladi, zolim ham mazlum ham bo'ladi, shoh ham gado ham bo'ladi.
Bu dunyo tugaydi, birodar. Bu dunyo shu o'lim bilan tugaydi. Boyni boyligini ketkazadi, kambag'alni kambag'alligini ketkazadi. Zolimni zulmini ketkazadi, mazlumni mashaqqatiga chek qo'yadi. Huzur halovatdagi kayf safoda yashayotgan odamni mana shu narsalarni olib ketadi. Shuning uchun tez-tez o'zingga o'limni eslatib tur. Undan keyin sen boradigan, inshaalloh sen boradigan jannatni o'zingga eslat. Birodar, bir kun tug'ilding, bir kun ketasan. Seni hayoting safar. Tug'ilish degan bekatdan boshlandi safaring. Qabr degan bekat bilan tugaydi. Endi shu ikkala bekatni orasida qaysi o'rindasan? O'rtaroqdamisan yo oxirroqdamisan? Uni bilmaysan. Boshidamisan, o'rtamisan? Xabaring yo'q. Buni faqat Alloh biladi. Eng yomoni nima? Ana shu arzimagan dunyo matohi ketganiga siqilib, ustingizga dunyo mashaqqat kelganda siqilib, bo'g'ilib, o'limni esdan chiqarib turgan paytingizda to'satdan o'lim kelib qolishi eng xatarli narsa. Eng yomon narsa shu. Bir solih kishi aytadi, agar menga bugun kechki paytga borib o'lasan desa, amalimga hech narsa qo'sha olmayman deydi. Nima degani bu? Agar kechki payt o'lasan desa, amalimga hech narsani qo'sha olmayman men deyapti. Nima degani bu? Chunki amalini imkon darajasida qilib yuribdi, qo'sha olmaydi. U tayyor o'limga. Hozir desa ham ketaveradi u. Biz u ertaga bir hafta yashaysiz desa, hamma ish tashlab ibodatga kirishamiz. Chunki amallarimiz ozda. Birodalar, o'lim faqatgina jasad hayotining oxiri. Jasadimiz hayotining xotimasi, ammo abadiy hayotning muqaddimasi. Shuning uchun birodar, o'zingga tez-tez oxiratni, kengligi osmonlar yerdan keng bo'lgan jannatni eslatib tur. Bizni boradigan joyimiz o'sha, inshaalloh. Jannatga kiramanmi, kirmayman, birodar? Robbing haqida yaxshi gumonda bo'l. Jannatga kirasan inshaalloh. Shafaat bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning shafaatlari bor. Bir banda mo'min dunyoda iymon bilan o'tgan, lekin gunohlari ko'p. Do'zaxga hukm qilindi. Do'zaxga olib kirib ketayotganda, do'zaxning eshigidan o'tib ketayotib turib, ostonasiga borib, kirib ketayotib turib, orqaga bir o'girib qo'yiladi deyiladi. Orqaga qarab qo'yar ekan, xuddi bir oxirgi, to'xtatinglar deyishini kutgandaqa. Shunda Alloh taolo to'xtatinglar dedi maloikalarga. To'xtatishadi. Ey banda, nimaga orqaga qarading? Parvardigor, sen haqingda meni gumonim bunaqa emas edi. Seni bunaqa qiladi deb o'ylagan emasman men. Nima deb o'ylagansan? Ha, meni kechirib jannatga kirgizadi deb o'ylaganman deganda, to'xtatinglar, kirgizinglar jannatga buni deydi. Kirasan inshaalloh jannatga. Faqat iymon bilan yasha, iymon bilan o't. O'zingga jannatni eslat. Dunyoda mushkulalarni unutishing juda ham oson bo'ladi. O'limdan hech kim qocha olmaydi. O'lim hech kimni tan olmaydi. Hech kimga fursat bermaydi. Namrud zo'r hayot kechirdi. Oqibati nima bo'ldi? Namrud yer yuzidagi eng katta podsholardan bo'lgan. Ibrohim alayhisalom davridagi kofir podshoh. Qani hozir u? Ketdi. Firavun o'zini zamonasidagi eng qudratli podshohlardan. Dunyoviy maishati zo'r bo'lgan Firavunni. Oqibati nima bo'ldi? Shuning uchun birodar, jannatga kirishlik uchun amal qilib qol. Robbingga qo'shni bo'lish uchun amal qilib qol. Salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Jannatga kirganda maloikalar aytadi, sabr toqat qilib o'tganlaringiz sababli mana shu maskan jannatda sizlarga tinchlik, osoyishtalik bo'lgay va bu naqadar yaxshi diyordir. Birodar, bu dunyoda och qolsang, chorasiz qolsang, xafa bo'lsang, dardga chalinsang, haqlaring poymol bo'lsa, zulm ko'rsang, joningdan to'yib ketsang, sabr qil. O'zingga jannatni eslat. Robbing huzurida seni kutib turgan jannatni o'zingga eslat. Inshaalloh jannatga borasan. Agar mana shu e'tiqod bilan yashasang, zararlaring foydaga, balolaring esa arzimagan narsalar seni sindirmasin. Oliy himmat bo'l. Mayda narsalarga parvo qilma. Odam bolasi bor ekanki, uni o'y fikrlari, g'am tashvishlari bo'ladi. Uni unday qilishim kerak, buni bunday qilishim kerak, onamga ulgishim kerak, mana ishim zaril, qolib ketmasin va hokazo. Xullas, mana shu seni birodar tashvishga soladigan ishlar, arzigulik ishlar ham bor, arzimaydigan ishlar ham bor. Ya'ni tashvish qilishga arziydigan muhim ishlar bor,
va arzimagan mayda-chuyda amallar bor. Ayrim odamlar ana shunday bir arzimas, mayda narsalar bilan aqllari band bo'ladi. G'am qilib kallasiga kiyib ko'tarib yurgan narsalar o'zi aslida bunga arziydigan ishlar bo'lmaydi. Ya'ni bu mayda narsalarni kallasiga ko'tarib yurgan odamlar himmati past odamlar deyiladi. Himmatsiz odam deyiladi. Bizni o'zbek tilimizda himmat desa faqatgina saxovat tushuniladi. Bu deydi oliy himmat odam desa, to'g'ri shu ehson qiladigan saxovat pesha odam tushuniladi. Lekin o'zi aslida himmat degan so'z nima o'zi himmat? Bir himmat qilib oling deydi. Bu degan ozgina ehson qilib oling deganida. Himmat degani oliy maqsadni oldiga qo'yishlik. Mana shu oliy himmat inson qanaqa bo'ladi? Himmatsiz inson qanaqa odam bo'ladi? Pastkash odam qanaqa bo'ladi? Suhbat qilamiz. Agar sen birodar himmatsiz bo'lsang, himmating past bo'lsa, dunyoda baxtsiz bo'lishga tayyor turaver. Chunki insonni saodatga olib boradigan sabablardan bittasi kishining oliy himmat bo'lishligi. Eng himmati past odamlar bu munofiqlar bo'ladi. Bularning holati juda ham tushkun holat, juda ham bir razil holat. Mana Qur'onda Alloh taolo ular haqida nima deydi? Astagfirullah va qalu la tanfiru fil har. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Tabuk g'azotiga qo'shin jamlab, ana shu Rumga qarshi chiqmoqchi bo'lganida aytishdiki, bu issiqda urushga chiqmanglar. Rasulullohning orqasidan chiqishlik degan ulug' sharaf turganda, bular issiqda chiqishlikni o'ylayapti. O'ylagan g'ami o'zini jonini huzur halovati. Ana shu g'azotga payg'ambarimiz da'vat qilganlarida shu munofiqlarning kattasi nima dedi? Izanli va la taftinni. Menga Madinada qolishga ruxsat bering ya Rasululloh. Men Banu Asfarning ayollarini ko'rsam fitnaga uchrab qolaman. Ya'ni ana shu Rumliklarning ayollari chiroyli bo'ladi, ayollarga ko'nglim bo'sh, ularni ko'rganda fitnaga kirib qolmay. Bahonani qarang. Xandaq kunida shu munofiqlar nima deyishdi? Inna buyutana awra va ma hiya bi awra in yuriduna illa firara. Musulmonlarning ro'parasida 10 ming kishilik qo'shin turibdi Xandaqning orqasida. Ularning ro'parasida turibdi musulmonlar. Orqa tomondagi Banu Qurayza musulmonlarga xiyonat aniq qo'ygandan keyin munofiqlar o'zini huzurini, halovatini o'ylab Rasulullohning oldidan ketishlikni payiga tushib qolishdi. Nima deyishdi? Uyimiz ochiq edi. Orqa tomondan kelib qolmasin birov. Holbuki uylari ochiq-sochiq emas edi, ular faqat jang maydonidan qochishni xohlashadi. Rasulullohning oldida oliy himmat odamlar qoldi, lekin himmatsiz bo'lgan munofiqlar orqaga qaytib ketishdi. Munofiqlar nima deyishdi? Naqsha an tusibana daira. Biz ustimizga bir musibat kelishidan qo'rqamiz. Ya'ni ular qiylanmasligi kerak. Ular payg'ambarimizga itoat qilishadi, ergashadi, qachonki ularga bu narsa qulay bo'lganda. Ya'ni musulmonchilikka amal qiladi, unga yoqqan paytida nafsiga. Nafsiga yoqadi, amal qiladi, nafsiga yoqmay qo'ysa, chekkaga surib qo'yaveradi. Ya'ni uni foydasiga hukm bo'lsa, islom qozisiga boradi. Agar uni foydasiga bo'lmasa, islom qozisiga bormaydi. Birodarlar, munofiqlar eng himmati past bo'lgan odamlar bo'ladi. Bu munofiqlar faqat o'zini huzur halovatini o'ylagan. Uyi, joyi, qorni qursog'i, huzur halovati. Tamom. Boshqa narsa yo'q. Biz oramizda ham shunaqa odamlar yo'q emas. Birovga foydasi tegmaydi. Birovning bir mushkulasini hal qilishga bir harakat qilmaydi. Jamiyatda bir foydasini o'ylash yo'q. Yo'q. Bunaqa ma'nolardan uzoq. Menga tegmanglar, men ham tegmayman. Men tinch qo'yinglar. Himmatsiz odam. Menga nima deydi-yu? Bo'lyapti mahalladan oturish bo'lyapti, aroq sotilyapti, palonchi bir bezorlik qilyapti, palonchi buzyapti mahallani bolalarini. Menga nima deydi-yu? Mana shu himmati past odam bo'ladi. Lekin himmati past bo'lgan odam o'zini huzur halovatini o'ylab uyda yashar ekan, bu odam baxtli bo'lmaydi. Qaranglar-da. Qarsiga choluvdim, devordan qarsiga qaytdi. Sizdan qanaqa narsa chiqsa jamiyatga, bu borliqqa, shu borliqdan sizga shu narsa qaytadi. Tushuntira oladimi ukalar? Xudbinlik yaxshi narsa emas. Sal balandroq narsani mo'ljallash kerak. Mana shu oliy himmat bo'lish,
mayda narsalar bilan ovora bo'lmaslik, yuqoriroq narsalarni maqsad qilib yashashlik insonni saodatli qiladigan omillardan bittasi. Siz jamiyatga yaxshilik ulashing, bu borliq sizga shu jamiyat yaxshilikni qaytaradi. Robbingiz deb tushuning, siz borlig'ida ekanini shuni tushuning. Siz o'zingizni shukringiz uchun, o'zingizni huzur halovatingiz uchun yashang, jamiyatdan sizga xuddi o'shunaqa narsa keladi. Tanishing yo'qmi? Mana qanaqa qilish kerak. Tanishing yo'qmi? Mana qanaqa qilish kerak. Senda yo'qmi? Senda yo'q. Nimaga yo'q? Chunki sen hech kimga foydang tegmagan seni. O'shuning uchun seni kiming yo'q? Jamiyatga foydasi tekkan bo'lsa, o'sha sizdan foyda ko'rganlardan foyda qaytadi aytdik-ku. Qarsiga choludingiz, qarsiga qaytdi. Shunday choludingiz, shunday qaytdi. Siz jamiyatga nima bersiz, jamiyatdan shu narsa qaytadi sizga. Banasiga chiqib yotsiz, birov ko'rgani ham bormaydi, chunki siz borgan emassizda. Hashar qilsiz, birov kelmaydi, chunki siz borgan emassizda biror hashariga. To'g'rimi? Nomiga borib qo'yasiz, 2 gacha sekin jilib olasiz, kiyingizni ko'tarib. Bora shunaqalar ichimizda. Bunaqa odamlarda bor tashvishi, hozir aytayotganimizdek, yeyishi-yu huzur halovati. Bunaqalar haqiqiy bechora odamlar. Bunaqa odamlarda bor g'ami o'zini huzur halovati, qonni qursog'i, idish tovog'i, uyi hangoma xaslari xolos. Bunaqalar ko'zlarini ibrat osmoniga qaratmaydi. Fazilat yulduzlariga hargiz nazar solmaydi. Qaramaysizmi sahobalarni, tobiinlarni, ulug' insonlarni hayotini dini uchun, xalqi uchun, mamlakati uchun, vatani uchun bergan, Alloh taolo bularning ismlarini qiyomatgacha zikr qilinadigan qilib qo'ydi. Melish narsalar bilan ovora bo'lib qolishlik. Mashinasi $10,000 mashina. $20,000 sarfladim mashinaga deydi. Yangi olgan mashinasi $10,000 mashina, bir oyda ichida 20,000 sarfladi. Nima emish? Shaharda bitta bo'lib yursinmish. Himmatni qarang. Himmatni qarang. $10,000 mashinaga 20,000 sarflab yubordi. U karkasiyla qoldi-da uni. Mana shu oliy himmat odam emas. G'amni qarang, tashvishda nima ekan? Shaharda bitta bo'lib yursin ekan. Pulni o'zi topgandan keyin o'zi sarflaydi, biz ishimiz yo'q, lekin oliy himmat musulmon yigitga shunaqa qilish to'g'ri keladimi? Qarindoshlarda bordi muhtoj odam, o'sha 20,000 10,000 ni berib qo'y, bermaydi. Chunki uni maqsadi nima? Primitivda. Hikmatli so'z birodarlar. Sultonni qasrida ishlaydigan ishchi. Sultonni nazarida qadrini qanchaligini bilmoqchi bo'lsa, o'sha saroyda ishlayotgan ishchi qarasin. Sulton uni qaysi ishlarga buyuryapti? Qaysi ishda sulton unga ishonyapti? Shundan bilib qo'yaversin sultonning nazardagi qadrini. Agar biz ham Alloh taoloning huzurida qadrimiz qanaqa ekanligini bilmoqchi bo'lsak, qaraylik. Alloh bizni nima g'amlar bilan band qilib qo'ydi? Nimalar bilan kallamiz band? Nimalarda orzusi umidida yuribmiz? Robbimiz bizga nima ishlarni buyuryapti? Qaysi ko'chada bizni ishlatyapti? Agar himmatingiz oliy bo'lsa, Robbi sizni yaxshi ko'ribdi. Ummatga, xalqimga, vatanimga foydam tegsin, jamiyatga bir foydali inson bo'lay degan balandroq narsani fikr qilayotgan bo'lsangiz, demak Alloh sizni yaxshi ko'ribdi. Ma'qulmi? Shu odamlar bor. Bir majlisga kirsa, borligi bilinmaydi, yo'q bo'lsa yo'qligi bilinmaydi, o'lib ketsa, o'lgani ham bilinmaydi. Ya'ni hech kimga foydasi tekkan emas bu odamni. Shuning uchun birodar, kechagi kuningga qara, bugungi kuningga qara, ertangi kuningga qara. Arzigulik biror narsa bilan bandmisan? Innalloha iza ahabba abdan ista'malahu. Rasululloh aytganlar, Alloh bir bandani yaxshi ko'rsa, ishlatadi deganlar. Qana qilib ishlatadi yo Rasululloh? O'zi rozi bo'ladigan, yaxshi ko'rgan ishga buradi. Shu yerda ishlatadi. Endi Alloh taolo bir bandani yomon ko'rsa ham ishlatadi. Qana qilib ishlatadi? O'zi yoqtirmagan tomonga burib qo'yadi. Birodar, mayda narsalar seni sindirib olmasin. Himmatni balandroq qil, oliy himmat bo'l. Agar Robbing seni dinni xizmatiga burgan bo'lsa, xalqingni, vataningni, ummatingni xizmatiga safarbar qilgan bo'lsa, xursand bo'l. Robbing seni yaxshi ko'ribdi. Sendan yuz o'girmabdi. Chunki sendan Robbing yuz o'girganligining belgisi bor. Hasan Basri aytadi, Alloh bir bandadan yuz o'girganining alomati uni befoyda narsalar bilan ovora qilib qo'yishidir. Befoyda narsa bilan kallasini band qilib qo'yadi. Demak, shu bandadan Alloh taolo yuz o'girdi.
Birodarlar, oxirat hayoti talab qiladi va talab qilinadi. Dunyo hayoti ham talab qiladi va o'zi ham talab qilinadi. Kim oxiratni talab qilsa, bas dunyo hayoti uni talab qiladi, banda dunyodan rizqini to'liq qilib oladi. Endi kim dunyoni ila talab qilsa, bas u kishini oxirat talab qiladi, o'limi to'satdan kelib ushlaydi. Ulamolar aytishadi, odamlar bu dunyo matohiga qanchalar muhabbatli bo'lsa, hayotda shunga yarasha azob, g'am, qayg'uda yashaydilar. Oxiratni o'ylamasdan faqat dunyo matohi deb yashayaptimi? Muhabbati qancha qattiq bo'lsa dunyo matohiga, mayda-chuyda narsalarga qanchalar muhabbat qattiq bo'lsa, mashaqqati, azobi shunga yarasha bo'ladi. Shuning uchun birodar, saodatli bo'lmoqchimisan? Mayda narsalar seni sindirib qo'ymasin. Mayda narsalar bilan ovora bo'lib qolmagin. Mayda narsalar nima o'zi? Mashinasi chizilib qolibdi. Burayotdi, bu furi chizilib qoldi. Siqiladiki, uyog'i yo'q. Hakkalasa bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni agar sen shu dunyoni arzimas matohini asosiy maqsad qilib olgan bo'lsang, baxtsizliging shunga yarasha bo'ladi. Qalbing kerak emas arzimas narsalar bilan band bo'ladi. Hayoling har yoqqa sochilgan bo'ladi. Faqirlikdan qo'rqib yashaysan, zeb-ziynat orqasidan quvib yurib yashaysan. Ishchi o'zini xo'jayinini oldida qadri baland bo'lishini xohlasa, bu ishchini tashvishi xo'jayinning buyrug'ini amalga oshirish bo'lishi kerak. Tushunarlimi? Xo'jayinning oldida qadr qiymatingizni ko'tarishni xohlaysizmi? G'amiz xo'jayinni rozi qilish bo'lsin, g'amiz buyruqni bajarish bo'lsin. Shunda xo'jayin sizni qadrlaydi. Allohni rozi qilishi birinchi g'amiz bo'lsin, qolgan narsani Alloh taolo nima qilib beradi? Tekizlab qo'yadi. Mana shunga o'xshagan mayda narsalar bilan qalbi band bo'lib qolgan odamlar qimmatli umrini, vaqtini nimalarga sarf qilayotganini qarang-da. Bunaqa mayda-chuyda narsalar bilan ovora bo'lgan, o'zbekcha aytganda melishni odamlar qarasang hali xotin bilan janjallashayotgan, keraksiz narsalarning muhokamasi, talash tortish bilan umr o'tayotganini ko'rasiz. Bu musibat bu. Bu musibat bu. Buni yo biladi yo bilmaydi. Bunaqa odamlarda oliy maqsad degan narsani o'zi bo'lmaydi. Yuksaklik intilish bo'lmaydi. Bolaradi bizga shu yetadi deydi. Bo'ldi. Tirikchiligimiz o'tayapti, bo'ldi. Boshqa narsaning keragi yo'q. Sal bizga kerak emas. Bu himmatsiz past odamlarda bo'ladi. Bu borliq vakuumni ko'tarmaydi. Agar idish bo'shasa, uni ichini havo egallaydi. Bitta ko'zida suv turuvdi, suvni to'yib yubordingiz. Endi ichi bo'sh qoldi. Uni ichida havo bo'ladi. Bu nima degani? Agar birodar seni muhim, zaril va ulug' ishlar fikringni, qalbingni egallamasa, demak qalbingni mayda, razil, past narsalar egallaydi. Qaytaramiz. Agar seni qalbingni, fikringni muhim, ulug' ishlar band qilmasa, seni qalbingni mayda, razil, past narsalar band qilib qo'yadi. Ichingda oliy himmat yo'qmi? Demak, sen mayda narsa bilan ovora bo'lasan. Yosh yigitsan, biror sohani bilimdoni bo'lishga intil, yoki bir kasb hunarda bir mutaxassis bo'lishga harakat qil. Talabamisan, guruhendagi eng birinchi bola, eng birinchi o'quvchi bo'l. Mana endi savol tug'iladi. Muhim, zarur, arzigulik deb o'ylayotgan narsalar haqida bir fikr qilish kerak. Men muhim, zarur, jiddiy, arzigulik narsalar bilan kallam ovora deyapsan. Endi o'sha sen muhim deyotgan narsalar tekshirib chiqqinda, haqiqatan ular muhimmi? Haqiqatan g'am qilishga arziydimi? Diqqat qil bunga. Chunki sen shu muhim deb bilgan narsangga umringni sarflayapsan, vaqtingni sarflayapsan, vujudingni sarflayapsan, pulingni, rohatingni sarflayapsan. Agar sen muhim deb qilayotgan ishlaring arzimas bo'lib qoladigan bo'lsa, nima bo'ladi? Kasodga uchraysan. Qiyomat kunida payg'ambarimiz aytadilar: "La tazulu qadama abdi yawmal qiyomat hatta yus'an an umrihi fima afnahu." Qiyomatda bir bandani oyoq o'rnidan jilmaydi, 4 ta narsa haqida savolga javob bermaguncha. Qiyomat qoyim bo'ldi, 4 ta savolga javob berasan, keyin jilasan o'rningdan. Birinchisi, umri haqida so'raladi. Nimaga sarflading umringni? Muhim narsalargami yo arzimagan narsalargami? Ilmi haqida so'raladi. Amal qildimi, yo'qmi? Moli haqida so'raladi. Qayerdan topdi, qayerga sarfladi? Va o'zini jismi haqida, jasadi haqida so'raladi. Nima bilan balolading jasadingni? Shuning uchun birodarlar, biz qaysi narsa muhim, qaysi narsa muhim emas ajratib olishimiz kerak.
Bugun boring uyga, daftarni olingda yozing. Nimalar bilan o'ralib yuribsiz? Mana narsalar. Chizib chiqing. Mana muhimmi, muhim emas. Qarasangiz, yarmidan ko'prog'i o'zi muhim emas narsalar bo'ladi. Qaysi ishlar muhim emas masalan? Ya, domla biz hammasi muhim, biz muhim emas. Futbolga ballashinglar bormi? Bor. Futboldagi natijaga qarab siqilib bo'g'ilishlik muhimmi, muhim emasmi? Nimaga muhim emas? Uxlamay ko'rasizlar-ku. Muhimmi shu, muhim emasmi? Siqiladi, svet o'chib qoldi. Srochniy diviziyaga olib kelish kerak. Liga Chempionat finali bo'lardi. Yigitlar, qaranglar-da, muhim emas ish juda ham ko'p bizda. Va mana shu muhim emas narsalar bilan ovora bo'layotganimiz bizni baxtsiz qiladi. Himmat nima? Himmat bu qalb amali. Himmat insonni harakatga keltiradigan ichki kuch. Insonni harakatga keltiradigan ichki kuch. Himmat insonni ichki quvvati. Endi mana shu himmat yo oliy bo'ladi yo past bo'ladi. Bu quvvat kuchli bo'ladi yoki zaif bo'ladi. Solihlardan biri aytadiki, himmatingni saqla. Albatta u hamma narsaning boshlanishi. Agar himmating to'g'ri bo'lsa va sen u himmatingga sodiq bo'lsang, qolgan hamma amaling to'g'ri bo'ladi. Himmating bormi ichingda deydi. Ya'ni yuragingda bir o'ting, shijoating bormi deganida. Yuragida shijoati, himmati bor odamlar invest tasha oladi. Yuragida himmati, quvvati bor odamlar sport zalga postoyanli bora oladi. Himmati oliy bo'lgan insonlar bo'ldi, to'xtatdim deydi. Qorinni yarmi to'ldi, bo'ldi, to'xtatdim deydi. Oliy himmat insonlar qila oladi. Ya'ni ichki quvvati borda. Aytdik-ku, himmat nima desa, insonni harakatga keltiradigan ichki quvvati, ichki kuchi. To'xtata olmayaptimi? Demak, himmati yo'q buni. Himmat degan so'z tushundinglarmi ukalar endi? Himmat faqat nima emas ekan? O'zi avvalambor o'g'li bolaga birinchi navbatda ibrat bo'ladigan odam bu uning otasi bo'ladi. Xususan bir 10 yashargacha o'g'il bola uchun eng birinchi odam ibrat, ota. Agar ota oliy himmat bo'lsa, shijoatli bo'lsa, shu bir g'ayrati, ichki quvvati bo'lsa, haligindan ko'ra o'rganadi. To'g'rimi? Yotadi ota. Oliy himmat inson qanaqa bo'ladi? O'sha mayda narsalar bilan ovora bo'lmaydigan odam. Oliy himmat inson bekor o'tgan umriga nadomat chekadi. Bugun o'tdi, bir pora Qur'on o'qiy olmadi. Bugun kun o'tdi, birovga bir yaxshilik qila olmadi, zikr qila olmadi, ibodat qila olmadi. Oliy himmat inson qanaqa bo'ladi? Past narsalarga ko'nmaydi. Ikkinchi sort bo'lishga ko'nmaydi. Doim birinchi bo'lishga intiladi. Boshqalar uchun xayol bo'lgan narsa u uchun yengil bo'ladi. Oliy himmat insonlar nodir bo'ladi. Ko'p bo'lmaydi bunaqalar. Payg'ambarimiz aytadilar, tajiduna nasa ka ibli mi'a. Odamlar xuddi 100 ta tuyaga o'xshaydi. Bir to'p 100 ta tuya. La yajidu rajulu fiha rohilatan. Mingani bitta rohilasini topa olmaydi odam deydi. Odam ko'p, lekin himmati bor ekan. Oliy himmat inson jannatdan boshqa narsaga rozi bo'lmaydi. Oliy himmat inson o'zini qadrini yaxshi biladi. Kibr emas, g'urur emas, o'zini qadrini biladi. O'zini xor qiladigan o'ringa qo'ymaydi. Oliy himmat inson o'zini obro'yini, o'zini sharafini, o'zini mehnatini ustiga quradi. Nasl nasabiga, dadasini avtoritetiga, palonchini jiyani ekanligiga emas. Tushunarlimi? Men palonchini o'g'liman. Men palonchini jiyaniman. O'sha odam himmati yo'q odam. Oliy himmat inson o'zini sharafini, obro'yini, o'zining mehnatini ustiga quradi. O'zinikida. Dadasini puli bilan, dadasini obro'yi bilan obro' turganlar bor. Ferrari 18 yashar yigit eshikni ochib olib oyog'ini tushirib o'tiribdi, kalitni o'ynatib. Hamma ko'rib turib 18 yashar yigit Ferrari minib olibdi. Hamma qiziqyapti, qanaqa tijorat qilar ekan. 18 yasharda Ferrariga ega bo'libdi. Ferrari nech pul o'zi? Ferrarisi bor yo'qmi? Xullas eng qimmat sportivniy mashina, hozir aka. Uka, nima kasbingiz bor, nima ish qilasiz desa, o'g'ilman deyapti. O'g'ilman deyapti. Ya'ni boyda bolasida, dadasi menda o'zi hech kim emas-da. Bu oliy himmat inson emas. Bu dadasi ertaga o'lsa, dadasining puli yo'qsa nol bo'lib qolaveradi.
Shuning uchun yigitlar, haqiqiy oliy himmat o'g'il bola men palonchini o'g'liman deb kelmaydi. U shunaqa o'g'il bolaki, dadasi kelib yuradi, men palonchining dadasiman deb. Shunday ish qilib qo'ygan, shunday yashab qo'yganki, oliy himmat yigit. Ota-onasi uni atini aytib faxrlanib yurishadi. Bormi shunaqa himmat yigitlar? Urug'i siz atingizni aytib faxrlanadigan qilib qo'ya olasizmi? Demak, oliy himmat inson o'zini sharafini, hurmat obro'yini o'zining mehnatining ustiga quradi. Nasl nasabiga falonchini farzandiman deyishlik ustiga emas. Innalloha ta'ala yuhibbu ma'aliyal umur va yakrahu safasifaha. Rasululloh aytadilar, albatta Alloh taolo ishlarning eng oliysini yaxshi ko'radi, past razillarni yomon ko'radi. Birodar, oliy himmat bo'l. Hayotda seni past narsalar sindirib qo'ymasin. Unaqa mayda-chuyda narsalar bilan kallangni, qalbingni band qilma. Oliy himmat insonlar hamma ishida himmati baland bo'ladi. Ilm talabida ham himmati baland. Ibodatida ham, haqni talab qilishda ham, Allohga da'vat qilishda ham, kasb-korda ham hammadan oldin bo'lishga harakat qiladi. Oliy himmat insonlar. Endi insonning himmatini pasaytirib yuboradigan narsalar ham bor. Insonning himmatini ko'taradigan narsalar ham bor. Himmatingizni yuksaltiradigan sabablar: ilm, basirat, oxiratni unutmaslik, o'limni eslashlik, duo, oliy himmat insonlar bilan hamsuhbat bo'lish, solih insonlar majlisida nasihatlarga quloq tutish. Shularni eshitgan, mana himmatinglar ko'tarildimi ozgina? Ilm majlisi bo'ldi-da. Ilm majlisi bo'ldi-da. Himmat ko'tarildimi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hudaybiya kunida mana Quraysh bilan sulhga kelishganlar. Umra qilgani keldilar, Quraysh kirgizmadi. Hudaybiya degan joyda Rasululloh Quraysh bilan sulhga keldi. Hudaybiya sulhi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Hudaybiya kunida u zot bilan kelgan 1400 odam qo'liga qo'yib bay'at berishdi. Agar Quraysh bilan jang bo'ladigan bo'lsa, tashlab ketmaysizlar. 1400 odam bay'at berdi. Ular ana shu bay'atlari bilan Allohning roziligiga erishdi. Laqad radiyallohu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta ash-shajara. Ana shu daraxt ostida sizga bay'at berganlardan Alloh rozi bo'ldi dedi Alloh Qur'onida. Ular muhimi mana shu joyda. Urush bo'ladimi, bo'lmaydimi muhim emas. Muhimi eng asosiysi Allohga bergan va'dasining ustidan chiqish. Boshqa narsa muhim emas. Issiq bo'ladimi, sovuq bo'ladimi, bay'atda turaylik dedi. Ana shu 1400 odamning ichida bitta odam kelgan edi munofiqlardan. U bay'at bermadi. O'zini qizil tuyasi bor edi, tuyasini g'ami bilan yurdi, tuyasini orqasidan yurdi. Tuyasini yo'qotib qo'ymaslik kerak. Urush bo'lib ketadigan bo'lsa, tuyasi chiqib ketmasin qo'lidan. G'amni qarang. 1400 odam payg'ambarga bergan va'dasida turishlik g'am qilib turibdi, bu tuyasini g'amini qilyapti. Endi nima bo'ldi? Tarixda Rizvon bay'ati deb nomlangan mana shu bay'at tamom bo'lgandan keyin payg'ambarimiz aytdilar, mana shu daraxt ostida bay'at berganlar jannatga kiradi, hammasi, faqat qizil tuya egasi kirmaydi. Ko'rdingizmi? Tuyasini g'amini qildi, mayda narsani g'amini qildi, jannatdan mahrum bo'ldi. Ulamolar aytishadi, Allohni rozi qilaman degan bandaga himmat kerak, ilm kerak. Himmat nima qiladi? Himmat harakatga boshlaydi, yuksaltiradi. Ilm esa uni yo'lini to'g'rilab turadi. Oliy himmat insonlar uchun odamlar xayol qilayotgan narsa bugungi haqiqat bo'ladi. Odamlar, "O, bo'larmikin" degan odamlar turganda bu shu narsani qilib qo'yadi. Shuning uchun birodar, ishlaringni bir tekshirib chiq. Sen ular bilan ovora bo'lishingga arziydimi? Agar arzimaydigan ekanini topsang, ularni tasha. Shunda sen g'am tashvishlaring kamayib, o'zingni baxtiyor va xursand his qilasan. Saodatning 26-sababi arzimagan narsalar